Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, Nursulton Ro'ziboyev bugun Las Vegasdagi UFC Fight Night turnirida jang qildi. Sportchimiz ushbu jangda amerikalik Dustin Stones ustidan ochkolar evaziga g'alaba qozondi. Jangdan so'ng u o'z fikrlarini bildirdi. Stones men kutganimdan yaxshiroq jang qildi. Jangni muddatidan oldin tugatishga harakat qildim, lekin bunga imkoniyat bo'lmadi. Jang davomida aylanib tepish zarbalar berdim. Kuchli bo'lmasdan manzilga yetib bordi, dedi Nursulton Ro'ziboyev. Bundan tashqari, Las Vegas shahrida UFC Fight Night 256 turniri yakunlandi. Turnirning markaziy jangi braziliyalik Gilbert Burns va ekvadorlik Michael Morales o'rtasida kechdi. Jang birinchi raunddayoq yakunlandi va unda Morales Burnsni nokautga uchratdi. Bu 25 yoshli ekvadorlik sportchi uchun butun faoliyatidagi 18-g'alaba bo'ldi. Turnirda qayd etilgan barcha natijalar: Michael Morales Gilbert Burnsni texnik nokaut bilan mag'lubiyatga uchratdi. Birinchi raund 3 daqiqa 39 soniya ichida. May Santos Sodiq Yusuf ustidan yakdil qaror bilan g'alaba qozondi. Nursulton Ro'ziboyev Dustin Stones ustidan yakdil qaror bilan g'alaba qozondi, ya'ni hakamlar qarori bilan 30 ga 27, 29 ga 28 va 29 ga 28. Ammo birinchi raundni Dustin Stonesga berishgan ekan do'stlar. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, endi jangdan qancha ishlab topganligi to'g'risida gaplashamiz. Las Vegas shahrida navbatdagi UFC Fight Night turniri bo'lib o'tdi. Ushbu turnir yakuniga ko'ra qo'shimcha $50,000 AQSh dollari miqdoridagi bonus qo'lga kiritgan sportchilar nomi aniq bo'ldi. Unga ko'ra markaziy jangda Burnsni nokaut qilgan Michael Morales, shuningdek Ellis Reedni nokaut qilgan Denis Gomez bonuslarga ega bo'ldi. Shuningdek, oqshom jangi uchun Milikuizel Costa g'olib va Julian Erosa ham qo'shimcha pulga ega chiqdi. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev esa $40,000 ishlab oldi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.